Sinfda eng samimiy va barchaga qadrli, yumshoq, halim so'zlari, kulib turar ko'zlari. Futbolni u sevadi, doim gollar uradi. Qani bolalar topinglar-chi, bu kim? Kel oqa Fazliddin. Sinfimizda eng chaqqon, ustozlarga qadrdon. Sho'xlikda u o'zuvchi, bo'lmoqchi u uchuvchi. O'quvchilar kim bu? Yaxshi. Kamtarlikda durdona, sinfda u yagona. Tanlagan kasbin esa tutadi u pulxona. Kim edi bu o'quvchilar? Chiqoq Ahadisi. Matematikada dono, baholari ham a'lo, yozuvi xuddi shifokor, bo'lmoqchi u tadbirkor. Qaysi o'quvchimiz bu bolajonlar? Ibrohim. Sinfimizda muloyim, mehribondir u doim. U hammaga yoqadi, doim kulib boqadi. Kelajakda bo'lmoqchi mohir tish shifokori. Bolajonlar topinglar-chi, bu kim? O'xshabdimi Hadichaga? Sinfda u peshqadam, barcha fanlarda ildam. Tezkor, abjir va chaqqon, xislatlari ko'p yoqqan. Futboldir joni dili, hamma biladi buni. Qani bolalar topinglar-chi, bu kim? Habibulloh. Chiqoq Habibulloh. Harakatda u chaqqon, gimnastika ko'p yoqqan. Bo'lmoqchi u shifokor, qobiliyatlari bisyor. O'quvchilar bu kim? Sumaya. Chiqoq Sumaya, qani sani bir ko'ramiz. O'xshabdimi? Ko'rsat Sumaya. Kichik bo'lsa-da o'zi, soxta dadildir so'zi. Tirishqoq, chayir, chaqqon, harbiylik unga yoqqan. Kim harbiy bo'lmoqchi-di? Chiqoq Abdulhaq. Og'ir, bosiq, samimiy, topqirlikda u kuchli, bo'lmoqchi u tadbirkor, omad bo'lsin unga yor. Kim tadbirkor bo'lmoqchi? Barakalla. Mantiq fani jon dili, chiroyli yozish siri. Yozuvini ko'rganlar deyishar, shifokorning tashxisi. Ammo harbiylik ilmi uning orzusi asli. Bolajonlar bu kim? Chiroyli yozishni biladi, lekin sir tutadi. Sevimli mashg'uloti sport, boks bo'ladi. Chempionlik bilan birga zo'r tadbirkor bo'ladi. Kim bu?